Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bugun 2026-yil 9-fevral Toshkent shahar Farg'ona yo'lida boshlagan ishimiz yakuniga yetdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga 45 gradus chaqlab turib, tepasiga toshni bosib berganmiz, faska qilib. Bu Toshkent kafil, tepasi Argentinaning Galaxy kafili ekan, to'shi ekan. Bu yerga 40 litrli chugun qozon qilib berganmiz, 22 litrli alyumin qozon. Sal joy ekonomik bo'lishi uchun 2 ko'zli gaz plita olganmiz. Yoniga 60 lik moykamiz bo'ldi. Kam rasxod ekonomik qilib berganmiz, xudo xolasa. Tumbamizga keladigan bo'lsak, azbest trubamizga mayorikani bosib berdik. Eshigi davr metalli o'ynaqli eshigi, yonida garlikka kiradigan joy ham qilib qo'yganmiz. Mana podacha vozdухli, buni yaxshi tomoni o'chib o'tirilmaydi. Xudo xolasa, kam rasxod ekonomik o'ylaringni, navaslaringni qo'laytirmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, hatto Rossiyagacha xizmatlarimiz bor. Qilgan ishlarimiz Telegram kanalimizda bor. Kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Qiziq ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Ishlarimizni ham qo'yib boramiz. Mana kovlashga udobni, har tomonlama ko'ylarisi shakli bejirim. Teglargacha kafil qilib 45 gradus chaqlab qo'yganmiz. Yo'qsa like bosib, obuna qo'yishni unutmanglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tanish bilishingizni bemalol videoni tashlab qo'yishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lsa, bizni kuzatib borishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.